marhamat qilib musobaqa ishtirokchilarini taklif qilamiz. Bugun biz Toshkent universal jang turi bo'yicha yoshlar, o'smirlar va kattalar o'rtasida o'tkazilayotgan Namangan viloyati chempionatining tantanali ochilish marosimiga yig'ildik. Barchamizni ushbu sport bayrami bilan tabriklaymiz. Marhamat qilib O'zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi aytiladi. Yangi Qo'qon tumani prokurori, Yangi Qo'qon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i hamda bir qator mehmonlar ishtirok etishmoqda. Tuman hokimi Majnuddinov Ikramovga. Assalomu alaykum. Hurmatli yoshlarimiz, sport universal jang sport qatnashchilari, juda ham yaxshi prezidentimiz 13-fevralda yoshlarni sport uchun o'tkazgan selektorlarni topib bergandik. Hamma sportimizni oldingi o'ringa chiqish va jahon chempionatlarida, olimpiada o'yinlarida bo'ladigan bosqichlarda umuman yoshlarimizni ishtiroki juda keng imkoniyatlar berildi. Mana birgina misoli bo'ladigan mana shu bo'layotgan sport o'yinlari ham mana sport ishtirokida mana 2 oyda bo'lib bitirilgan Milliy gvardiya o'zini binosida mablag' hisob qilgan maktabida bo'layotganiga juda katta vaqt bo'ladi. Chunki bugungi kunda yoshlarimizni sport har xil qaysi ko'rsangiz ham bugungi bo'ladigan mana shu universal sport o'yinlarida hamma sport bor ekan. Kurash desin, futbol desin, voleybol desin, hamma sanog'ini aytib gapirib bo'lmaydi. Mana bugun 3 kun bo'lgan jarayonda yoshlarimizni bugun haqiqiy sportda suyagi qolgan haqiqiy bugun shu sportga munosabatlari haqiqiy chempionlar hozir yana o'yin davomida bo'lamiz. Finalda ketgan yana oldindan hozir bilan
yig'ilishdan o'zi chiqaman. bo'ladigan sport o'yinlarida omad yor bo'lsin. Rahmat. Ha. Endigi so'z navbati federatsiya rahbari Oybek To'rayberdievga. Assalomu alaykum, tashkiliy qo'mita a'zolarimiz. Xursand bo'ldik. Shu yerda mana shu sportimizni rivojlantirib, Azarbayjonda orqali mana shu Yangiqo'rg'on tumanimizda to'g'ri hamma joylarda shunchalik sportimizni rivojlantirib katta rahmat. Bu sport turimizda endi ozgina bu harbiylashgan sport turimiz. Xohlasa yosh gvardiyachilarimiz o'rtasida shu sport turimizni xohlasa ommalashtirib shuni harakatdamiz. Xohlasa berilgan e'tibor uchun katta rahmat, katta rahmat. Hozir shu respublika universal jang va Osiyo universal jang federatsiyasi tomonidan maxsus sovg'alarimiz bor rahbariyatga. Shuni birgalikda topshirishimizni